Davom etamiz. AIDS va OIV bu infeksiya butun dunyo bo'ylab eng murakkab kasalliklar sifatida qolmoqda. Ammo ushbu xastalikni davolash emas, uning oldini olish eng ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu borada Buxoro viloyat AIDSga qarshi kurashish markazida ham salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. OIV odam immuniteti tanqisligi virusi surunkali yuqumli kasallik bo'lib, inson organizmida butun hayoti davomida saqlanib qoladi. U organizmni tashqi xavf ta'siridan himoya qiluvchi immun tizimini izdan chiqaradi. Yomon tomoni, virus organizmga tushgan dastlabki davrda hech qanday noxush alomatlar sezilmaydi. Immun tizimi viruslarning tajovuzini bostirib turadi. Odam virusni yuqtirib olgandan boshlab 10 yilgacha o'zi kasal ekanini sezmay yurishi ham mumkin ekan. Bu davrda organizmda OIV viruslari bilan kasallangan hujayralar soni sog'lom hujayralarga qaraganda oshib boradi. Natijada AIDS kelib chiqadi. Viloyat AIDSga qarshi kurashish markazi hamda shu yo'nalishda faoliyat ko'rsatayotgan hamkor tibbiyot maskanlari bilan birgalikda o'tkazilgan tadbirda endigina shu sohada ish boshlagan tibbiyot xodimlariga ana shular haqida ma'lumot berildi. Bu o'quv seminarida asosan Buxoro viloyatida, Buxoro shahrini o'zida yangi ishga qabul qilingan tibbiyot xodimlari shu OIV infeksiyasini shifoxona ichi sharoitida tarqalishini oldini olish, bundan tashqari xodimlarning tibbiy ko'rikdan o'tish tartibi to'g'risida, tibbiy chiqindilarning utilizatsiya qilinish tartibi, sterilizatsiya tadbirlarini amalga oshirish kabi va bundan tashqari OIV infeksiyasiga taalluqli normativ huquqiy hujjatlar bo'yicha o'quv seminari tashkil qilindi. Tadbirda surunkali tarzda kechuvchi tizimli xastalik natijasida inson har qanday tashqi ta'sirga sezuvchan bo'lishi, bu esa oddiy kasalliklardan ham og'ir kechishi haqida ma'lumotlar berildi. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Kechki sonlarda ko'rishguncha